Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan jamoatchi faol Yo'lchiboy Ismoilov. Men bugungi bu chiqishligimda bugun barcha O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan huquq faollari hamda bloger jurnalistlarga qaratganman. Men jamoatchi faol sifatida 2010-yildan beri hududlarda qonunlarni va qarorlarni o'sha nizomlari asosida, yo'riqnomalari asosida ishlashligini hududdagi o'sha tumandagi rahbariyatlarga, tashkilotlarga talabini qo'yib kelaman. Sababi qaysiki qonun, qaysiki qaror o'sha o'zini o'sha yo'nalishida, o'zini yo'riqnomasida, o'zini nizomida ishlasagina xalqqa manfaatli bo'ladi. Shuning uchun men fuqarolik burchimni bajarishlik maqsadida mana shu davlat qurilishida o'zimni pozitsiyamni ushlagan holatda yashab, shu maqsadda yashab kelaman. Men mana shu yo'nalishda ishlashligimda shu o'zim yashab turgan hududda shu prezident qarorlarini ijrosini, hukumat qarorlarini ijrosini so'raganligim oqibatida mana shu bugun davlat tuzilmasidagi mexanizmlardan o'sha ikkita qarorni ijrosida, bittasi hukumatniki, bittasi prezident qarori, shuni ijrosini so'rashlikda mahalladan to o'sha Toshkent viloyati taftish sudigacha yetib bordim. Mana shu ikkala qarorni ijrosini so'rashlik oqibatida men Uchko'prik tumanida, o'sha Uchko'prik tumani prokurori tomonidan sun'iy ravishda tayyorlangan jinoiy ish bo'yicha tuhmatchiga aylandim. Farg'ona viloyati sudi, Uchko'prik tumani sudi o'sha meni o'sha kelishilgan holda ayblov qilib, o'sha retsidivistlarga, o'sha ashaddiy jinoyatchilarga beradigan o'sha sanksiyadagi eng og'ir jazoni, unga yana o'sha bular o'zlari xohlaganidek meni ovozimni o'chirishlik uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqishlikka taqiq, ijtimoiy tarmoqdagi jamoatchilik nazorati sahifasini shu bloklashlik hukmini chiqargan edi. Farg'ona viloyat sudi ham o'sha bularni iltimosini qanoatlantirib berdi. Prezidentimizni tashabbusi bilan o'sha prezidentimiz adolat sudlarda adolat bo'ladimikan degan maqsadda taftish instansiya sudlarini o'sha chachilgan holatda o'sha bazaga tashlangan, o'sha bazaqaga taqsimlasa o'sha joyda ko'riladi degan o'sha prezident qarorini ijrosi oqibatida meni sudim Toshkent viloyat sudiga tushib qoldi. Toshkent viloyat sudi o'sha sud hujjatlaridagi o'sha kamchiliklarni o'sha o'rgangan holda o'sha Uchko'prik tumani prokuraturasi tomonidan asossiz ravishda qasddan tayyorlangan o'sha jinoyat ishini asossiz deb topib menga oqlov berdi. Men bugun shu chiqishligimda O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan, O'zbekistondan tashqarida faoliyat ko'rsatayotgan o'sha jurnalist, o'sha xalq, bugun xalqqa befarq emas, davlat qurilishiga, prezident siyosatiga befarq emas bo'lgan jurnalistlarni bugun mana shu men guvoh bo'lgan holatga e'tibor berishlikka chaqiraman. Bu meni shaxsiy masalam emas. Bu meni mana shu tizimdagi holatlarga guvoh bo'lgan holatdagi o'sha menga chiqarilgan hukmlar, o'sha 3 ta hukm, uyimni buzishga chiqargan holati hammasi uyushtirilgan holatda men o'sha fakt sifatida asoslangan holatda hammasini shu jamoatchilikka ochiqlab bera olaman. Men bu holatni nazoratga olishlik uchun Oliy sudga, Sudyalar Oliy kengashiga, Bosh prokuraturaga, Ichki ishlar vazirligiga bir necha marta o'sha murojaat qilganman elektron portal orqali. Shu menga uy qamog'i bergan vaqtida o'sha prezidentni o'sha har bir ariza chuqur o'rganiladi. Arizalar o'sha integratsiyasi, bu narsani qanaqaligini ham shu jamoatchi faol sifatida qanaqa ishlayotganligini, bugun o'sha ariza yozishlik kerakmi, kerak emasmi, bularda bu ariza yopishlik, o'sha bularda o'zlarini ariza yopadigan terminlari bor, yo'nalishlari bor. Arizani shunday bekitadigan yo'llari bilan bekitilayotgan arizalar bo'lganligi uchun bu ariza yozishlik bugun O'zbekistonda kerakmi, kerak emasmi degan savollarga ham javob bor. Yana bitta narsa, eng asosiysi, men mana shu ko'rgan narsalarimda
guvoh bo'lgan holatda shu prezident sudlarda islohot o'tkazish kerakligini qachondan beri aytadi. Yaqinda prezident administratsiyasi rahbari ham sudlarda islohot o'tkazmas ekanmiz, hech qaysi islohot natija bermaydi degan narsaga menda asosli hujjatlar bor. Keyin faol fuqaro sifatida men bugun o'sha prezidentni shu sudlarga sun'iy intellekt, inson omilini o'sha kamaytirishlik, aralashuvini kamaytirishlik maqsadida shu sun'iy intellektdan foydalanishlik maqsadida chiqargan o'sha farmoni, o'sha 140-farmoni ustida bugun sudlar, Oliy sud, Sudyalar Oliy kengashi qanaqa ishlayapti, o'zi masalani yechimi qayerda turibdi? Mana shuni kerak bo'lsa men o'sha uy qamog'ida o'tirganligimda Oliy sudga taklif loyihasini tayyorlab 2 marta o'sha qabulini so'rab, Oliy sudning raisini o'ziga vaziyatni tushuntirishlik uchun qabulini so'rab 2 marta yozilgan arizam, o'sha ariza bekituvchilar, o'sha qolipga solib bekituvchilar, o'sha arizalarni o'yinchoq qiladigan, o'sha ariza bilan shug'ullanadigan Oliy sud xodimlari o'sha narsani men jamoatchilik nazorati pozitsiyasida shu narsani yetkazishligim kerak degan narsani ham o'zlarini o'sha yo'nalishida qaysi taraflarga yo'naltirib javob xati berdi, javob berishdi menga. Men sizlardan shuni iltimos qilamanki, bugun faollardan mana shu mendagi holatni chuqur o'rganaylik. Suddagi o'sha adolatsizlikka yechim bor. Qayda biz agar qaysi o'sha prezident aytgan o'sha inson omilini chiqarib tashlashlik kerak yoki bu sudlar chiqarib turgan qarorni o'sha inson omili bo'lmagan algoritmdan o'tkazdirib ijroga kiritishlikni biz agar bugun islohotlarimizni mana shu bugun qonunchiligimizga kirgizib prezidentga yetkiza olsak o'sha farmonini ijrosini, biz albatta kelajagimizga juda ham katta narsa, bugungi kunimizga, bugun agar biz shu narsaga erishadigan bo'lsak, korrupsiyani tomirini kesamiz, tomirsiz qoladi. Bugun korrupsiya sudlarda o'zini maqsadini qonuniylashtiryapti. Buni qonuniylashtirishlikka yo'lini to'sishlik uchun biz faqat sudlarda qarorini inson omilidan tashqari bo'lgan tahliliy adolat indeksidan o'tkazdirib ijroga kiritishlikda biz qonunchilikka kirita olamiz ekan, biz korrupsiyani 80% ga yenggan bo'lamiz. Korrupsiya quvvatsiz qoladi. Albatta sudlarda har bitta o'sha pulga o'qigani, o'sha tanish-bilishchilikka o'qib sudya bo'lib, bugun o'sha sudyalik kursiga noloyiq bo'lib, mana shunaqangi ishlarni bugun qilib fuqarolarni sarson sarsagardonga aylantirib, tuhmatchiga uni taqdiriga bir qora dog'larni tushirayotgan bugun sudlar bo'ladi. Mana shu sudlar bugun o'sha siyosatga, prezidentga bo'lgan ishonchni sindirayotgan bugun sudlar bo'ladi. Men jamoatchi faollarni, o'sha faollarni, ijtimoiy tarmoq faollarini, jurnalistlarni, rasmiy bo'lsin, norasmiy bo'lsin, bugun agar haqiqatni ko'tarib olib chiqalaman degan odam, bugun jamiyatimga xizmat qilaman deydigan, o'sha urushib, talashib, o'sha bugun o'sha dod deb turgan, o'sha oqibatni vaziyatiga tushib dod deb turgan odamlarda dod faryodini ko'tarib yurishlikdan ko'ra, o'sha oqibatni keltirib chiqarayotgan sababni yo'q qilishlik taklif loyihasi menda bor. Buni biz Oliy sudga topshira olmadik, lekin sizlar orqali biz Oliy sudga buni albatta yetkazdiramiz. Men kutib qolaman. Albatta bugungi kundagi jamiyatga befarq bo'lmagan jurnalistlar, saytlar bu narsaga e'tibor beradi deb umid qilaman. Salomat bo'linglar.